Assalomu alaykum do'stlar. Ana Devon masjidida eksklyuzivlar xolos, xudo xohlasa 2 tandirlar boshlab oldik. Bizni doimo kuzatib borayotgan podpischilarimiz. Mana xudo xohlasa 350 ta somsani qamayapmiz. Hozir akamiz sekin havosini olyapti, ko'rib turganlardek. Inshaalloh like va podpiskalarni ayamasdan bosasizlar, kommentariya portlatinglar. Manzilni ko'pchilik so'raydi qayerda deb. Mana Devonovoy masjidi yonboshi. Ko'rib turganlardek. Qo'rqmasdan like'lar bosa olasizlar. Mana shu naves bor, ham ko'rinadi mana shu qizlar yonida mana domlar bor. Kela olasizlar. Xudo xohlasa. Aka fikrlaringizni bildirib yuboring. Somsani yopib bering. Akalar, mana somsalarni yopamiz. Inshaalloh. Fikirlar qoldirasiz degan umidamiz.